Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana sizlar Fayozdan Santexnik YouTube kanalidasizlar. Bugun Xudo xolasa kechagi bitgan proyektimizni bugun syomka qilish nasib qildi. Bugun Xudo xolasa bugun hamma obzorini necha pul rasxod, nechta taxta, necha pul bo'lganini hammasini hisoblab beraman sizlarga. Kanalda kuzatishda davom eting. Bugungi video qiziq bo'ladi. Men dangal gapirib qo'yapman hozir, chunki men blogerlik qobiliyatim yo'q. Xudo xolasa bu ikkinchi video. Qiziqardim video olishga. Endi ayrim sharoitlar bo'lmagani sababli telefonim bo'lmagani sababli bugun endi Xudo xolasa mana shu kechadan kanal yuritish nasib qildi. Asha aytganimdek videoni kuzatishda davom eting. Bugungi video qiziq bo'ladi. Xo'p, bugungi videoga keladigan bo'lsak, Pol hozirgi sharoitda, hozirgi holat 2026-yilning iyul oyining holatiga ko'ra pol taxta qilish, taxtadan sasnadan pol taxta qilish necha pulga tushadi va rasxod qancha bo'ladi? Kvadratiga ham hisoblasanglar bo'ladi. Xonalarning uzunligi endi hisoblab olsanglar o'zingizlarga yaxshi. Kvadratini hisoblagandan ko'ra xonaning uzunligi bilan enini o'lchab olgan yaxshi. U hamma biladi buni. Endi rasxodga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek 37 ta keladi 74 ta. Bu yerga bo'lsa men aytganim 1 metr oshib qoladi. 1 metr oshadi. To'rtta ketadi. Bitta putini to'rtta ketadi deb o'ylagandim. Men adashib chiqdim men. Hozir metr bilan o'lchab beraman sizlarga. Bu men o'ylagandan sal uzunroq bo'lib chiqdi. Bitta putun taxta 3 ta ketadigan bo'lib qoldi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. 1.7,5, 1.8. Bu bilan nima endi? Bu bilan hozir qaranglar, sizlarga tushuntirib beraman. O'zimga qaratib tushuntiraylar. Hozir bitta putun aytganimdek 3 ta ketyapti. Chunki 1.8 dan chiqib ko'rib turganinglarda oxirgisi 76 bo'lib qoladi. Oxirgisi yetmay qoladi. 3 ta ketdi, bitta putun 3 qatoriga, ikkitasi alt qatoriga 9, 12, 15, 18, 21 shunday qilib ketdi. 10 ta emas, bizda 8 ta qolgandi. 8 ta qolgandi bizda. 8 ta qolgandi. Nechta qatoriga yetadi 8 tasi? 26 ta qatoriga yetadi. Shundaymi? 26 ta qatoriga yetadi. Keyin o'ylanib qoldim. 26 ta qatoriga yetsa, bu yoqqa 11 qatoriga nima qilaman? 11 qatoriga o'ylanganim yo'q, chunki ikkita aytganimdek birak bor edi. Bittasini biz pachkadan yechdik, ishlatdik. Ikkita o'zini biragi bor edi. Bu yoqqa 74 ta bo'lsa, bu yoqqa 11 ta oshib qoldi, 11 ta. Endi 11 tadan oshib qolgani, 11 ta qolgani 1 metrlik joyiga hisoblasak, 11 tadan oshib qolgani 1 metr joyiga hisoblasak, bu qancha bo'lyapti? 11 kara 33 ta joyga yetyapti. Adashmasam 33 ta yetyapti. 1 2 3 4. 33 ta, to'g'ri aytganimdek mana. Ulovlari qaranglar mana. Yetmay qolgan joyiga 4 ta yetmay qoldi. 33 ta yetsa mana 37 ta sig'di qatoriga. Mana 1 2 3 4 oxirgisi bilan. Demoqchi bo'lganim 33 tani endi hammasini
bitta qilib turib, men anaqa qiyin kelmadi. Oxirgi mashinaga yetgandan keyin o'ylanib qoldim. Bu yerga bittagina to'rtta qoladi ekan. Kesib tayyor qilgandim. O'ylanib qoldim keyin bu xunuk bo'lib qolmaydimi? Hamma uloqlarni misol uchun ulangan bu ham ulangan. Hammasini bitta joyga to'rttani ulab qo'ysam, xunuk bo'lib qolmaydimi? Ashini orasiga qilsam chiroyli bo'lmaydimi deb o'ylanib qoldim. Shunday qildim. Va biz hisobimiz bo'yicha mana uloqlar bilan hammasi bilan 85 ta ketdi. 85 ta. Endi buni hisoblaymiz. 33 mingdan 85 tasi 2.805 ming bo'lar ekan. Endi bu yoqni hisoblaymiz. Balkani hisoblaymiz. Balka 80 mingdan 4 metrlik, eniga 3 cm, aytib o'tganimdek 14 cm. Bunaqasiga qalinligi 3 cm, eniga 14 cm. Balkalarimiz 18 ta 80 minglikdan 1.440 ming bo'lar ekan. 1.440 ming. Endi ikkalasini qo'shib hisoblasak, hozir 4.245 ming. 4.245 ming bo'lyapti hisobimizda. 4.245 mingga shu ko'rib turgan 355 ga 9 metr 9.8 santimetrlik xona bo'ldi, poli bitdi. Buni oshiqcha narsalar yo'q. Bor, endi uni ham video qilsa bo'ladi, lekin anchalik kechib ketadi. Chunki shu vaqtdan keyin burchak qo'yiladi polga, обязательно. Menchalik burchak nomini bilmayman. Bunaqa yog'och ustachilikdan uncha xabarim yo'q. Burchak qo'yiladi, shu vaqtdan keyin ashim bilan 4.245 ming bo'lgan bo'lsa 4.350 mingga borib qoladi. Xudo xolasa, shunaqa rasxod deb hisoblab turibman men. 4.200 mingga shu ko'rib turgan xonalar. Menimcha yaxshi chiqdi, yomon emas. Bu noto'g'ri ko'rinishi mumkin. Qaysi taraf pastdir, qaysi taraf balanddir. Bu hosillarni ko'rsataman men. Mana ko'pchilik devorga qarab urin tortadi. G'ishi urin tortmaydi, ko'z chamalaydi. Devorga qarab g'ishi bu yog'iniki g'ishi pastroq ekan, bu yog'i sal balandroq ekan deydi. Biz buni lazerga tortdik birinchi. Lazerga tortib turib, ip tortib oldik har bitta balkani orasiga. Lazer bizga xalaqit beradi balka tortayotganimizda. Shuning uchun ip tortib olib, qo'ydik. 1 mm ham ochmasdan orasidan balkalar tahladik. Keyin ustidan pol qoqishni boshladik. Xudo xolasa, polimiz bittigacha bugun obzorini qilyapman. Bugun uyda hech kim qolmadi. Bu usta narxichi, qancha bu usta haqqi deydigan bo'lsalar, usta necha pulga qilishini bilmayman kvadratini. Men usta ham o'zim tog'am bo'ldi. Shuning uchun menga tekinga tushdi. O'zim tog'am, men shuncha paytdan beri, men esimni taniganimdan beri usta shuncha payt meni uylarimni, polpatolarini qilib bergan. Mana shu yangi ko'rib turgan uylarda ham hamma yo'g'ini qilib bergan. Mana to'rsinlarni ham tashab bergan, tomini ham yopib bergan tog'am. Shu paytgacha mendan pul so'ramagan. Jiyan mancha bo'ldi sendan, yo mancha bo'ldi, manaqa demagan. Tog'am ham kichkina odam emas. 82-chi, 43 ga kirdi, 44 ga kiradi. Katta usta. Yog'och ustasi, men ismini taniganimdan beri yog'och usta. Eng ko'p hidlaydigan narsasi yog'och hidida. O'zi ham aytadi. Endi tog'am bu yerda asosiy narsasi lazer tashab berdi tog'am. Keyin birinchi balkani, ikkinchi balkani hisoblab berdi bizga. Biz orasini o'lchadik buni. Tog'am 40 berib turdi balkalarni. Biz bularni o'rnashtirib samolyotga qatirib chiqdik. Bitta sho'rpavort yetdi bizga. Bitta sho'rpavort bilan mana shu poltaxtani qatirib yubordik. Endi sho'rpavortga kiradigan bo'lsak. Bu yerda sho'rpavort emas, samolyot. Adashib ketdim, uzr.
samaraga keladigan bo'lsak, samarasi mana. Bu 5 lik samarangiz. Bundan 3 kilo olingan edi. 1,5 kilocha qoldi. 1,5 kilo hisoblashinglar bo'ladi. 1,5 kilo ketdi deb. Men samarangiz narxini bilmayman. Samarangiz o'zim olganim yo'q. To'g'ri, hamma yoqda o'zi oldi. Narxini so'radim, qancha ketdi, poltaxta qancha, narxi qancha dedim. Manaka deb aytib berdi. Shuncha hisobladim men o'zim alohida. 4,245 ming polga ketdi. Samarangizni hisoblaydigan bo'lsak, 1,5 kilo 20 mingdan hisoblasak ham 30 ming. Mana shu 4,275 mingga mana shu ko'rib turgan pollar hamma yo'g'i bilan bitdi. Hisoblasanglar bo'ladi o'zingizlar. Meni xonamning kvadratini ham hisoblab aytib beraman sizlarga. Sizlarda xonanglar pauza uchun o'zim men chaqirib qoldi opacham. Hali bloger emasman, butkul bloger emasman, xudo xolasa. Niyatni yaxshi qilib, yaxshi niyat bilan boshladik. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Yurak, ko'ngil to'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Shu paytgacha ko'nglim bunchalik bitta ishni boshlagan bunchalik to'q bo'lmagan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'zimga ishonch bor. Sizlar podдержка qilishlar bo'ldi. Men asosiy maqsadim nima? Odamlarga yaxshilik ulashish. Nimaiki bilmasa qiziqqan narsasiga yana ham uni qiziqtirib yetalab olib ketish. Faqat ustachilik emas, qolgan sohalardan ham harakat qilib boraman. Uning anaqasi yo'q. Raznichasi yo'q. Qiziqqan narsam juda ko'p. Shaxsiy narsalar haqida gapirmaymiz. Aytganimdek, kvadratini hisoblaymiz. 9 metr. 3,5. 9 metrni 3 ga ko'paytirsa 27 kvadrat. Yarımini hisoblaymiz. Yarımini. 50 dan hisoblasak 4,5 kvadrat chiqyapti. Bu yoq 27. 4,5 kvadrat. 31,5. 31,5 kvadrat bo'lyapti xonamiz. Endi bo'ldi. Shu aytganimdek akalar, bu xonamizga 4,275 ming ketdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa shu o'g'illarni ham ko'rsatamiz. Liniyalarni ham aytaman. Xudo xolasa keyingi videolarda patologni ham aytaman, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan da qiziqarli videolar bo'lishiga men qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman. Sizlar menga obuna bosib qo'ysanglar, like, comment, bomba qilib tashlaylar bu. Sizlarda har bitta like'lar men uchun motivatsiya. Bo'lsa bir 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, nechta bo'lsa ham like bo'lsa bo'ldi. Men qancha ko'p prosmotr, qancha ko'p like, qancha ko'p kommentariya bo'lsa, menga shunchalik motivatsiya bo'ladi, podдержка bo'ladi. Sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Podдержка bu, podдержка. Yana qiziqarli videolar hali oldinda. Bitta bu soha emas, ustachilik emas, boshqa qiziqqan sohalarga. Futbolmi, tennismi, sportdan ham. UFC'ga ham qiziqaman. Shunaqa sohalardan ham bor. Xudo xolasa yaxshi videolar chiqadi. Nafaqat ustachilik. Endi asosiy soha ustachilik, boshqa mavzularda ham videolar chiqishiga tayyorgarlik ko'raman, harakat qilaman. Sizlar meni kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.